Harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'lovchilar va piyodalarning majburiyatini qonuniy tartibda bajartirishda yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlarining xizmati alohida ahamiyatga ega. Qishning qahraton sovug'i-yu yozning jaziramasida ham ushbu soha vakillarini uchratamiz. Bugungi qahramonimiz Toshkent tumani Ichki ishlar bo'limi, yo'l harakati xavfsizligi bo'limi, yo'l patrul xizmati katta inspektori kichik serjant Akmal Shuhratov bo'ladilar. Men kichik serjant Shuhratov Akmal Ikromov o'g'li Toshkent tumanida tavallud topganman. Ichki ishlar organlari safida 2017-yildan beri xizmat qilib boraman. 2025-yil may oyida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasining sirtqi ta'lim fakultetini tamomlaganman. Hozirgi kunda Toshkent tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi yo'l patrul xizmati katta inspektori lavozimida xizmat olib boraman. Meni ichki ishlar organlari sohasiga qiziqishim bolaligimdan bo'lgan. Buning sababi meni bobom general mayor bo'lganlar. Otam hozirda Milliy gvardiyada polkovnik unvonida faoliyat olib boradi. Bundan tashqari ukam ham shu sohada xizmat olib boradi. Hozirgi kunga kelib haftaning har juma kuni maktab bog'chalarga borib, yoshlar bilan profilaktik suhbatlar muntazam ravishda o'tkazilib boriladi. Ya'ni asosan 1-sinfdan 5-sinfgacha bo'lgan bolalar bilan yo'l qatnov qismidan o'tayotganda e'tiborli bo'lib o'tishi bo'yicha, katta sinflar bilan esa asosan avtotransport vositasini haydash huquqiga ega bo'lmay turib, haydamasligi bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari olib boriladi. Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida tumanimizda ham bir qancha ishlar amalga oshirildi. Masalan, maktablar oldiga, bog'chalar oldiga tugmali svetoforlar qo'yildi. Xizmat faoliyatim yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash, piyodalar xavfsizligini ta'minlash, piyodalar bilan, haydovchilar bilan muntazam ravishda targ'ibot tashviqot ishlari olib boriladi. Va muntazam ravishda tungi reydlar ham o'tkazilib boriladi. Tumanning bir qancha maktablarida profilaktik suhbat tadbirlar olib borildi. Jumladan, tuman 11-umumiy o'rta ta'lim maktabida yoshlar bilan ochiq muloqot, profilaktik suhbat olib borilib, 7 yoshdan 13 yoshgacha yo'l qatnov qismida harakatlanishayotganda yo'l harakati qoidalariga amal qilishlari bo'yicha tushuntirish ishlari olib borildi. Men 2017-yil fevral oyida Navoiy viloyati Navoiy shahridagi 75-32-sonli harbiy qismda askar bo'lganman. Va shundan so'ng harbiy xizmatni yakunlab 2018-yil iyul oyidan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Qorul qo'shinlari 75-31 harbiy qismda xizmat faoliyatimni davom ettirganman. Qorul qo'shinlarida xizmatim davomida bolaligimdan yo'l patrul xizmati xodimi bo'lish orzum bo'lganligi sababli hozirgi kunga kelib Toshkent tumani yo'l harakati xavfsizligi yo'l patrul xizmati katta inspektorlik lavozimida faoliyat olib bormoqdaman. Yo'l patrul xizmati sohasida faoliyatimni boshlaganimda menga yaqindan ustozlarim Safdor Saidaliyev, Safdor Tursunboyev, kapitan Ahmedovlar yaqindan yordam berishdi. Ular yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash bo'yicha orttirgan boy tajribalarini menga ham o'rgatishdi. Bu sohani tanlashimga uydagilarimning munosabati albatta ijobiy bo'ldi. Otam ham, onam ham, qolaversa turmush o'rtog'im hozirgi kunga kelib ham mana shu faoliyatda xizmat qilishimda meni har tomonlama qo'llab-quvvatlab borishadi. Hozirgi kunda yo'l patrul xizmati xodimi og'ir bosiq, fuqarolar bilan xushmuomalada bo'lishi, har xil provokatsion harakatlarga uchmaydigan, jismonan baquvvat va muntazam ravishda o'zini ustida ishlaydigan bo'lishi kerak. Lavhamiz qahramoni o'z ustida tinimsiz ishlaydi. Yo'lovchilar va piyodalarning majburiyatlarini bajartirishda bevosita maktablarda yoshlar bilan, o'quvchilar bilan, qolaversa yo'lovchilar bilan muntazam ravishda profilaktik tushuntirish ishlarini olib borishadi. Hujjatlarni tekshirish maqsadida to'xtatilganda oldi yon oynalari tonirovka ruxsatnomasi o'tib ketganligi aniqlandi. Davlat raqam belgisi o'z boshimchalik bilan yechib harakatlanayotgan Spark avtomashinasi to'xtatilganda haydovchi yo'l patrul xizmati xodimini to'xtash ishorasiga bo'ysunmasdan harakatlanib ketdi.
ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida haydovchi to'xtatilib, haydovchiga nisbatan o'rnatilgan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Qadrli kuzatuvchilar, yana qaysi xizmat xodimlarining fidoyilik bilan olib borayotgan xizmat faoliyatini yoritishimizni istaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.